Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunim Zohirjon. Mana bugun Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod qishlog'idan konteyner mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi sexdan video obzor tayyorlayapmiz sizlar uchun. Ko'proq bu video obzorimiz chorvador akalar uchun bo'ladi. Mana hozir ko'rib o'tamiz. Mana ko'rib turganda mana shu ishxonani video obzorini ko'rib chiqamiz. Bu yerda o'g'irlar, bochkalar, karetalar, qurilish uchun o'choqlar, hamma narsani ishlab chiqarishadi. Bunlar ishlab chiqarishi основательный, ya'ni asosiysi Elyorjon akamiz bo'lishadi. Assalomu alaykum aka, hormanglar. Va alaykum assalom. Ishlab boshlab olyapsizlarmi? Bu akani yaqinda ham videolarni chiqarib berdik. Ko'p insonlarga manfaatli bo'libdi, ko'p xaridlar qilishibdi. Mana bugun yana bir bor chiroyli qilib video qilib berishga qaror qildik. Qo'ldan kelgancha arzon narxlarda, narxlarimiz albatta o'zgargan, ozgina narxlar tushgan. Shularni hozir ko'rib chiqamiz. Asosan bu yerda bochkalardan boshlasak videomizni. Aka, mana bu bochkadan boshlasak. Demak, bochkalar nechta tonnaldan boshlanadi? Bu 4 tonnali. Bu 4 tonna. 5 tonnaligi ham bor. Kecha sotilib ketib qoldi. Hali nimaga videoga saqlab turib sotilib ketib qoldi. 4 tonnaligi bu. 4 tonnaligi. Lislar toza, ichi. Lisi toza. Chokidan suv o'tmaydi xohlasa. Yamag'i yo'q, chirigi yo'q, toza. Mana usho ishlari ham bor ekan ko'rib turganimizdek. Sifati a'lo darajada, to'rala taraf ham yopilgan, qopqoqlari bor. Mana qiriqqa qirib qopqoqlarni ham ochib qo'yishgan. Hozir ichini ochib ko'rsatamiz. Mana ichlari endi X pluslarni qo'yib qo'ygan, ya'ni suv u yoqqa bu yoqqa bo'lganda bochkaga ta'sir o'tkazmaslik uchun. Bu bochkamizni narx-navosi nech pul ekan? 4 tonnaligimizni 2 million 700 ming so'm. 4 tonna 2 million 700 ming so'm. Super narx. Atrofda buni topa olmaysizlar. Xo'p, buni usti ochig'ini ham qilib beraverasiz. Usti ochig'ini ham qilib beraveramiz. Usti ochig'i ozgina puli aziyadi. Puli aziyadi, tepasi lisini hisobiga. 1 tonnalisi qancha bochkamizni? 1 tonnalik bochka, usti yopig'imiz bor, orqa tomonda turibdi. Ha? Mana yoqda yashillar o'sha 1 tonna. Mana bu bochkalarimiz 1 tonnalik ekan. Xo'p, 1 tonnalar qanchadan bo'lyapti? 1 tonnalik 1 million 100 ming so'm. 1 million 100 ming so'mdan 1 tonnalik bochkalar. 1 tonna 600 yoni tepadagi. Ha, 1 tonna 600 litr. Mana yozib qo'yibdi. 600 litr. Hop. Buni narxi qancha? 1 million 400 ming so'm. 1 million 400 ming so'm narxi. Usti ochiq, usti yopiq. Misol sizga buyurtma qilsam, uni razmeriga tayyorlab bera olasiz. Mana bitta chiqarib berasiz. 1 tonna 600 emas, balkim 1 tonna 800. Ha, mana 1 tonna 600 usti ochig'i ham bor ekan. Bu qancha? Bu 1 million 250 ming so'm. 1 million 250 ming so'm ekan bu. Hop, buchi 2,5 tonna. 2,5 tonna usti ochig'i. Usti ochig'i, ha? 1 million 500 ming so'm. 1 million 500 ming so'm ekan. Mana aytib o'tdik. Sizga misol uchun 7 tonnali bochka kerak desangiz, albatta chiroyli tayyorlab berishadi. Hozir o'zimizda bor narx-navolarni aytib o'tyapmiz qo'ldan kelgancha. Endi yana nima ishlab chiqarasiz aka ko'proq? Bizda endi mana qo'y o'g'irlar bor. Mana bunga o'xshagan o'g'irlarimizni ham ko'ryapsizlar, ketyapti. Ko'p miqdorda chiqarib berishadi. Xo'p, qo'y o'g'irlarimiz qaysidan boshlaymiz? Mana bu 260ligi. Bular 260. Bu o'g'ir juda kamdan kam, ya'ni ko'p joylarda yo'q bunaqa o'g'ir. Ya'ni 2 metr, 230 o'g'irlarimiz bor. 260ligi deyarli yo'q. Mana shu o'g'irimiz hozir narx-navosini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu 260 lik qo'y o'g'irimiz nechta pul bo'lyapti aka? Donasi 300 ming so'm. Endi ko'proq olganga ozmas tushib beramiz. Kelishib berasiz. Ya'ni 38 chiqadi, aytib o'tamiz. Uzunligi 260, balandligi 20 sm atrofida ekan. Oyoqlari ko'rib turganimizdek qalin. Bunaqa yupqa oyoq bas, 260 lik. Endi kaltaroq varianti ham bor ekan. Bu qancha? Bu mana bu kaltaroq varianti 240 ming so'm bu. 240 ming. Nechi uzunligi? Uzunligi menimcha 180 mi shunaqa. 180. Ha, bu endi atvotisdan chiqib qo'ygan ekan. Ha. 2 metrligi. 2 metrlar qanchadan bo'lyapti? Bu 250 ming so'm kamaytirib beramiz. 250 ming so'm. 240 ming. Ha. Buni ham katta kichkinasi bor, ha? Katta kichkinasi albatta bo'ladi. Buzoq o'g'irlar bor. 235 lik tomlisdan qilingan, ha bu? Qo'y o'g'ir bu. Qo'y o'g'ir. Narxi 280 ming so'm. 280 ming so'm. Juda ham yaxshi narx. Bularchi? Bu orqalisdan bo'lgan 230 lik mol o'g'ir. 230 lik mol o'g'ir, ha bu? 450 ming so'm narxi. 450 ming so'm. Juda ham zo'r narxlar. Mana ko'rib turganimizdek listlarni tekizlashib, konteyner listlarini, shu tekizlangan listlarni o'g'ir qilib ishlab chiqarishyapti. Ko'rganimizdek listlari juda ham ko'p ekan. Navol holatda. Bu yerda konteyner hamma ishlab chiqaruvchi. Xo'p, bundan tashqari mana 260 lik o'g'irimiz mana. 260 lik mol o'g'ir, ha bu? Mol o'g'ir. 260 orqalisdan bo'lgan bu ham. Yana 60 chiqadi. Ha, 60. Narx-navosi qancha buni? Buni 470 ming so'm deyapmiz. Ko'proq olgan ham bunga. Yana kelishdi bilan 470 ming. Nariga 2 metrlik o'g'ir. Aha. 2 metrli mol o'g'ir, ha u. Qanchadan bu? Bu 380 ming so'm. 380 ming so'mdan. 2 metrlik toza listan bo'lgan. Ikkita mol bemalol oziqlanishi mumkin.
Mana ko'rib turganimizdek hozir o'g'illarimiz ketyapti. Qayerga ketyapti aka bu? Marg'ilonga nech puldan qilib berasiz sir bo'lmasa? Mashina 290 mingdan. 290 mingdan 4 dona mana qilib berishibdi. Kimga kerak bo'lsa qo'yxonaga profillar ham chiqarib berishlari mumkin. Juda ham sifat holatda qo'ralarni bitish uchun barcha narsalarni ehtiyoj uchun qilib berishadi. Yangi motorda. Drabilkalarimizdan bor ekan, o'tmaydalash uchun ko'rib turganimizdek 606 kW. Xo'p, Xitoy motori bu. Yangi mana ko'rib turganimizdek ko'rsatuvlari ham zo'r. Xo'p, mana pichoqlariga e'tibor qaratamiz. Juda ham xudo xolasa sinovdan o'tgan. Yaxshi ish beradi deyishyapti. Xo'p, nech pul bo'lyapti drabilkalarimiz? Narxi 2 million 400 ming so'm kelishtirib beramiz xudo xolasa. Bu barcha narsalarimiz sotmoqchi bo'lgan akalar uchun alohida aloqaga chiqsangiz optim narxda ham pul berishadi. Sotgan ham. Xo'p, 4 ta nasatkasi bor buni. 4 ta nasatkasi bor. O'tga qarab endi. Haydarlik, bondiki ham bor. Bo'ldi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, ishxonamizdan obzor qilamiz. Akalarimiz ishni jadallik bilan olishmoqda. Ko'rib turganimizdek, karitalarimiz bor ekan. Ya'ni loy qilish uchun ham zo'r effekt beradi. Semin qilgani yoki shuvoq qilgani olishyapti. Bu aka nechiga nechi? 205 uzunligi, 120 eni. 120 ga 205. Chuqurligi 30. Chuqurligi 30, qalinligi nechi? Standart degan. Qalinligi 1.8likdan bo'lgan. 1.8likdan tozalikdan qilasan buni? Yonlikdan, karitanikini tozalikdan. Mana uchovchlari ham bor, ko'rib turganimizdek, yonlarini 2 metrdan bukib qo'yishgan. Xudo xolasa optim holatda qilib berishadi. Narx-navosi qancha qilib beradi? Narx-navosini 560 70 sotdi. 50 qilib qo'ydi. 550 dan skidka narxda qilib beradi. Bu yerda karitalarimizni bitmagan holati ekan. Bitmagan holati ham albatta 15-20 ming arzoniga qilib beradi. Svorka qo'lib olib ketgani qulay bo'ladi bu. Bundan tashqari ko'rib turganimizdek buyurtmaga ham o'g'il qilib berishyapti ekan. Bu nech metrlik aka o'g'illarimiz? Bu 1.17lik. 1.17lik. 235 o'rtasidan bo'lib. Ha, buyurtmaga qilib beryapsiz. Ha, buyurtmaga. O'g'illar klitkasini 50-60 sentdan ham bitirib beraverasiz. Narxlarni albatta kelishiladi. Ko'p turgan shinamgina ustaxonalarda ustakalarimiz ishlarda olishyapti. Xo'p, lagerlar ulashyapti ekan mana. Mana bu ham hozir bochkamiz ekan 2 tonnali. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassis svarchi akalarimiz ishlari olishyapti. Ko'p turganimiz cheklari juda ham tekis quyilgan. Teshik joylar xudo xolasa yo'q. Qopqoqlarni ko'rishingiz mumkin. Ichlari ham tozaliklardan bitilgan. Xo'p, bu bochkamiz nech pul edi? Bu tonnali bochkamiz usti yopig'i 1 million 700 ming kami bor. 1 million 700 ming so'm. Bu hurmatli do'stlar, birinchi qo'l holatda aytyapmiz, narx-navoni albatta optim holatda, ya'ni olib sotishmaydi, o'zlari tayyorlab sotishadi. Shuni hisobiga narx-navosi albatta juda ham zo'r, shokolad narxda tayyorlab berishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, pastda telefon raqam qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilsangiz, mana shu 50 jon akamiz bo'lishadi. Xudo xolasa yaxshi namozxon yigit. Ishlarni chiroyli holatda bitirib beradi. Shopir top chiqarib olishi ham mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilishadi. Dastavkasi alohida bo'ladi. Videoga like bosib, shu Chorvador akalarga tarqatib qo'yish esdan chiqarmang. Siz bilan men Tursun Zohirjon bo'ldim. Keyingi videomda albatta siz uchun bo'ladi. Rahmat barchaga.